Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ya'ni foizlar mavzularini ko'rib ketamiz. Prosent mavzularini ikkiga bo'lib ko'ramiz. Iloji boricha ikki darsni tugatishga harakat qilamiz. Kattaroq mavzu. Bugungi ko'rib ketadigan misollarimiz 2399 dan 2467 misollar oraliqlarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, bugungi o'rganadigan narsalarimiz nima? Bugungi ko'rib ketadigan narsalarimiz sondan foizga o'tkazish, foizdan songa o'tkazish asosiy misollarimiz va sonning foizini topish proporsiya yo'li bilan ko'rib ketamiz. Proporsiyani ko'rganmiz, bir ikki dars ko'rdik proporsiya mavzularini. O'sha proporsiyaga bog'lab sonning foizini topishni ko'rib o'tamiz. Dastlab foizdan songa o'tish. Xo'sh, sondan boshlaylik. Sondan foizga o'tish uchun 100% ga ko'paytirar ekanmiz. Xo'p, foizdan songa o'tish uchun 100% ga bo'lamiz. Asosiy tushunchamiz mana shu hozircha. Mana ko'ramiz. Sondan foizga qanday o'tamiz? Misol uchun 50 degan son bor. O'shani nimaga o'tkazish kerak? Foizga o'tkazish kerak. Qanday o'tkazamiz? 100% ga ko'paytiramiz. Bu 5000 foiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam 5000% bor bizda. Shuni nimaga o'tkazish kerak? Songa o'tkazish uchun 100% ga bo'lamiz. Shunda natijamiz 50 degan sonni o'zi qaytib keladi. Tushunarlimi? Mana bu asosiy tushuncha. Mana misollarni ko'rib o'tamiz. 12,8% ni kasr ko'rinishini toping. Ya'ni nechinchi misol? 2399 mi? 12,8% ning kasr ko'rinishini toping. Birinchi son ko'rinishini toping, oddiy son ko'rinishini. O'zi kasr ko'rinishda turibdi, onli kasr ko'rinishda. 100% ga bo'lsam nimaga o'tadi bu? Foizda turibdi, songa o'tadimi? Foizlar qisqarib ketadi. Nima bo'ladi? 0,128 bo'ladimi? Virgul suriladimi ikkita? Mana songa o'tdi, kasr ko'rinishga o'tdi. Keyingisi mana 2401. Nima deyapti? 187,1 foizni kasr ko'rinishga o'tkazing deyapti. To'g'rimi? Javoblarda qanaqa ko'rinishda? Bo'ldi. Qarang. 187,1 Buni onli kasrga o'tkazishni o'rganganmizmi? 187,1 degani 0,5 degani, to'g'rimi? Shunchaki bu yerda 0 o'rnida 187 turibdi. Shuncha foiz desam bo'ladimi? Buni 100% ga bo'lsam, foizlar qisqarib ketadi. Ikkita virgul bu tomonga surilsa 1,875 degan son kelib chiqar ekan. Javob. Tushunarlimi? O'rganishimiz kerak bo'lgan narsa foizdan songa o'tish uchun 100% ga bo'lamiz. Sondan foizga o'tish uchun 100% ga ko'paytiramiz. O'sha tushunchani bilsak bo'ldi. 0,25 bo'ladi. 100 ga bo'lsangiz ikkita suriladi. 2406.
Ko'ryapsizmi? Nima deyapti? 500 ning 3% toping. Qarang. 500 ning qanchasi kerak ekan? 500 o'zi necha foiz? 100% mana. Qanchasi kerak? 3% kerak. Shuni bilmaganim uchun x. Mana proporsiya yo'q. Tushunarlimi? 500 ni 100% deyman o'zini. Qanchasi kerak? 3% kerak. Esingizda bo'lsa, foiz tagidan foiz, sonni tagidan son tush. To'g'rimi? X ni topsam, 100 ga ko'paytiraman x ni teng 3 ga ko'paytiraman 500 ni. 100 ga bo'lamanmi? 3 ko'paytiramiz 500 ni bo'lamiz 100 ga. Bu qisqarib ketsa 15 degan son chiqadi. Tushunarlimi hozir proporsiyaga? Kelasi darsda formula bilan ko'rsataman. Sonning foizi oshsa, kamaysa, ish haqqi oshsa, kamaysa qanday ko'rinishda bo'lishini buguncha mana shu proporsiya yo'li bilan ishlashni ko'ramiz. Maylimi? Tushunarsiz bo'lib qolgan joyi bormi? Mana yana bitta ko'ramiz. Xo'sh, 9,5 ning 280% ni toping deyapti. Nomer nechi? 2408 mi? Xo'sh, 9,5 ni 9,5 o'zi nechi foiz? 100%. Qanchasi kerak? Bilmayman, x deb belgilayman. Tushunyapsizmi? X ni topsam, bunga buni ko'paytiraman. 100 ko'paytiramiz x teng, buni bunga ko'paytiraman. 9,5 ko'paytiramiz 280. Mana bu virgul bitta bu yoqqa surilsa 0 yo'qolib ketadimi? Tushunyapsizlar, ha? 100 ga bo'laman. X teng 95 28 ga ko'paytiramizdagi 100 ga bo'lamiz. Nechi bo'ladi? 2660. Bo'lamiz 100 ga, ha? Bittasi qara nollar. Yana 10 ga bo'lsak 26,6 degan. Tushunarlimi? Yozib oling. 2411 da. Hop, 2400 da 2411 da aytyapti ekanki 8% 24 ga teng bo'lgan sonni toping deyapti. Qarang. 8% nechiga teng ekan? 24 ga teng. 100% nechiga teng unda? 100. Shuni ishlaymizmi? Foiz tagidan foiz, son tagidan son. 8 ko'paytiramiz x teng 24 ko'paytiramiz 100. 8 ga bo'lsak, bu bilan bu qisqarib 3tadan 300 bo'ladimi? 300 ning 8% 24 ga teng ekan. İşlesak bo'ladimi shunday? 750% 450 ga teng bo'lgan sonni toping deyapti. 750% 450 ga teng bo'lgan son. 100% ni topishimiz kerakmi biz? X deymiz. 750 ko'paygan x teng 450 ko'paygan 100 bo'lsak x teng 450 ko'paygan 100 taqsim necha? 750. Bu bilan bu qisqarsa 75 ni 25 ga qisqartirsak 3 tadan, buni 25 ga qisqartirsak 4 tadan, 3 bilan bu qisqarsa 10 15 15 ni 4 ga ko'paytirsak 60. 60 ning 750% 450 ga teng. Tushunarlimi? Endi 2418 ga qarang.
2418. Ko'ryapsizlarmi? 60% ko'paygan x 60% ko'paygan x teng mana shunaqa tenglama beribdi. Bunday tenglamalarda qanday ishlaymiz? Qarang. Tenglamada ham noma'lum bor, ham son bor, ham foiz bor. Tenglamada nimalar bo'lishi kerak edi? Son va noma'lumlar bo'lishi kerak. To'g'rimi? 60% ni songa o'tkazsak bo'ladimi? 60% ni 100 ga bo'lsak, foizlar qisqarib ketib, nollar qisqarib ketib, 0,6 bo'lib qoladimi? 60 ni o'rniga 0,6 ko'paygan x teng 24 desam bo'ladimi? 0,6 ni bu tomonga nima qilib o'tkazaman? 2,4 bo'lamiz 0,6. X teng 24 ko'paytiramiz. Bo'lamiz 6 taqsim 10 ku bu. Ko'paytiramiz bo'lsa nima bo'ladi? 10 taqsim 10. Bu bilan bu qisqarsa 4 dan 4 kere 10 40. X necha ekan? 40 ekan. Tushunarlimi? Tenglamani ishlashdi. Usuli foizda berilgan sonni nimaga o'tkazish kerak ekan? Kasrga o'tkazib olish yoki songa, oddiy songa o'tkazib olish kerak. Qiyin bo'lmaydi. 2423. Tezroq ko'rsatib ketyapman. Osonroq bo'lgani uchun. 1 taqsim 2 kasrni prosentga o'tkazing. 1 taqsim 2 degan kasr bor, buni prosentga o'tkazish uchun nima qilamiz? 100% ga ko'paytiramiz. Bu bilan bu qisqarsa 50 bo'ladi. Demak bu 50% degan narsa bo'ladimi? Javoblarda 50 degan javob keladi. Tushunarlimi? 0,2 kasrni prosentga o'tkazing deyapti. Keyingisida 0,2 ni nimaga o'tkazing deyapti? Prosentga o'tkazish uchun nima qilamiz? 100 ga ko'paytirsak 100% ga, to'g'rimi? 20% bo'lib qolmaydimi? Zo'r misol bor. 32. 4p minus 8 tegishli natural son. Ya'ni bu nechi bo'lgan taqdirda ham natural son chiqishi kerak. Misol uchun p 1 emas. Nima uchun? P 1 emas. Nima uchun desangiz, p ni o'rniga 1 qo'ying. 1 kere 4 1 kere 4 1 kere 4 4 dan ayirsangiz 8 dan nechi qoladi? Minus 4 qoladimi? Minus 4 bo'lib qoladi. Bu natural sonmi? Shuning uchun mana shartni beryapti-ku. P 1 emas ekan, P 2 ham emas. Nima uchun? 8 0 bo'lib qoladimi? 0 natural sonmi? Yo'q, shuning uchun P 1 ham emas, 2 ham emas. P aniq katta 2 dan 3 emas. Endi qolgan shartlari bor-da buni. Qolgan shartlari bor. 5, 15, 20, 30, 40 larga bo'linadigan son deyapti. 5, 15, 30, 40. Mana shu sonlarga bo'linadigan son. Mana shu nechi bo'lsa ham, nechidir bo'lsa ham, mana shu sonlarga bo'linadigan son. Men shu sonni 40 deb o'ylab ko'raman. 40 deb o'ylab ko'rsam, 40 ga bo'linadi, 20 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. Qaysilarga bo'linmay qoladi? Demak, u 40 emas. Tushunarlimi? 40 ta ustiga nechi qo'shaman? Yana bitta 40 qo'shaman. 80. Qaysi biriga bo'linmay qoladi? 15 bilan 30 ga yana bo'linmay qoladi. Yana ustiga nechi qo'shaman? Nechi bo'ladi? 120. Hammasiga bo'linadimi? Demak, mana bu nechi bo'lar ekan? 4p minus 8 teng 120.
8 o'rtamanga o'tkazsam 4p teng 128. To'g'rimi? 4 ga bo'lsam p teng xo'sh 32 bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Bizga p ni so'rayaptimi? P ni so'rasa 32 da. Tushunarlimi? Bizga bergan edi. Mana bu natural son ekanligini biz mana bularga bo'linishini bildikdagi o'shalarga bo'linadigan son 120 ekanligini topdik. 120 bo'lsa mana shu ifoda shundan p ni topdik 32 chiqdi. Ko'chirib ol. 2435 da aytyapti ekanki, barcha 3 xonali sonlar ichida 35 ga qoldiqsiz bo'linadiganlari nechta deyapti. Barcha 3 xonali sonlarning ichida 35 ga bo'linadigan sonlar nechta? Qarang, 3 xonali sonning eng kattasi nechi? Shuni 35 ga bo'lsangiz nechi chiqadi? Mana bu qavs degan nima degani? Butun qismi degani. 28 chiqadi mana butun qismi. Endi 2 xonali sonlar nechi? Eng kattasi. Bo'lsangiz 35 ga 2 chiqadimi? Butun qismi 2. Qarang. Bu 2 xonali sonlarning eng kattasigacha, oxirigacha. Bundan keyin necha xonali boshlanib ketadi? 3 xonali boshlanib ketadi. 3 xonalini oxirigacha 28 deydi. 2 xonalini oxirigacha 2 deydi. Faqat 3 xonalini topish uchun 2 xonalini 3 xonalidan ayirib tashlaymanmi? 26 ta. 26 ta son bor ekan. Faqat 3 xonali sonlarning ichida 35 ga bo'linadiganlar. Kim tushunmadi? Mana qarang, birdan boshlanib sanayapsiz. 1 2 3 va hokazo 35 36 va hokazo 70 va hokazo 99 gacha keldingiz. Endi nechi boshlanib ketadi? 100 101 va hokazo 999 gacha keladimi oxiri? 3 xonali son faqat shu yerdan boshlanib ketyaptimi? Boshidan boshlab sanadingiz 35 ga bo'linadiganlari bu yerda bitta, bu yerda ikkita va hokazo oxirigacha nechta chiqar ekan? 28 ta chiqar ekan. Lekin bizga bu yog'i kerak emasmi? Nechtasi kerak emas ekan? Ikkitasi. Shuni ayirib tashlasak 26 ta degan javob chiqadi. Kim tushunmadi? Hamma tushundimi? Barcha 3 xonali sonlar ichida 11 ga qoldiqsiz bo'linadiganlari nechta? Xo'p, mana barcha 3 xonalisi eng kattasi 999. 11 ga bo'lsak butun qismi necha chiqadi? 90 ta chiqmaydimi? Butun qismi 90 ta chiqadimi? Endi 99 gacha nechta bor? 9 ta bormi? 90 dan ayiramiz 9 ni, 80 bitta bor ekan. 80 bitta bo'linadigan son bor ekan. Xo'sh, 39, 40, 41-savollar zo'r savollar. Eslab qolasizmi ekan bu savol? 89 ni deyapti. Bo'lganda qoldiq necha qolar ekan? 9 qolar ekan. O'shanaqa sonlarni yig'indisini toping deb. Mana birinchi shunchaki mulohaza qilib ko'ramiz. 89 ni 8 ga bo'lsak, qoldiq necha qolar?
10'ga bo'lsak-chi? 9. 9 qoladimi? Yana nechiga bo'lsak? 16 ga ham bo'ling. 9 qolib qoladi. 5 tadan tegadi, 9 qolib qoladi. 20 ga bo'lsak ham 9 qolib qoladimi? 40 ga bo'lsak ham 9 qolib qoladimi? To'g'rimi? 80 ga bo'lsak ham 9 qolib qoladimi? Yana nechi bor? Boshqa yo'qmi? Bo'ldi, qo'shib chiqing shularni. 166 chiqdimi? Mana buni yozmay ekanmiz. 166 chiqadi. 166 chiqadi. To'g'rimi? Nima uchun 8 ni olmadim? Chunki 8 ga bo'lsangiz 1 qolib qoladi. To'g'rimi? Qolganlarini hisoblasak 166 chiqar ekan? Javob bormi shunaqa? Endi buni usuli bor-da. O'sha 89 dan qoldiqda ayirasiz. 89 dan 9 da ayirsangiz nechi qoladi? 80. O'sha chiqqan natijadan hisoblang nechi chiqadi? 80 deganimiz 16 kara 5 degani. To'g'rimi? 2 ning 4-chi kara 5 degani. Buni n by ni hisoblasak 2 ning 4-chi plus 1 minus 1 taqsim 2 minus 1 ko'paytiramiz. 5 birinchisiga qo'shamiz 1, ayiramiz 1, 5 dan ayiramiz 1. Hisoblang mana shuni. O'ttiz bir ko'paytiramiz. 24, 24 4 ko'rsak 6. To'g'rimi? 186 chiqadimi? To'g'rimi? 186 chiqadimi? Endi bu 186 dan ayirib tashlashimiz kerak. Nimalarni ayirib tashlashimiz kerak desa, 80 gacha bo'lgan 80 ga karrali 9 gacha bo'lgan sonlar. 80 ga karrali 1 karralimi? 80 ni 1 ga bo'lsak bo'ladimi? 2 ga, 4 ga, 5 ga, yanachi? 8 ga. Boshqa yo'qmi? Bo'ldi, boshqa yo'q. 9 dan kichik, qoldiqdan kichik bo'lishi kerak. Ularni hisoblasangiz. 20 chiqadimi? 186 dan 20 ayirib tashlasak, chiqyaptimi javob? Mana bu usulda hisoblasangiz bo'ladi. Kattaroq son berib qo'ysa-chi? Shuni uchun o'rganish kerak ekanda. Tushunarlimi? Yana bitta ishlab ko'rsataman. 213 ni bo'lganda qoldiq nechi qolar ekan? 213 ni bo'lganda qoldiq 13 chiqadi. 213 dan ayiramiz nechini? 13 ni. 200 qoladimi? Nimasini topaman shu 200 ni? Shundaymi? 200 deganimiz 2 kara 100 degani. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa 2 kara mana bu 4 kara 25 deganimiz. Shunday bo'ladimi? 2 ning kubi 5 ning kvadrati bo'ladimi? 2 ning kubi plus 1 minus 1 taqsim 2 minus 1 ko'paytiramiz. Shunday bo'ladimi? 5 ning kvadrati plus 1 minus 1 5 minus 1. Xo'sh, 2 ning 4-inchisi 16, 16 dan ko'paytiramiz. 5 ning
Uchinchisi 125. 125 dan 1 ayirsak 120. 124 4 ga bo'lamizmi? 124 4 ga bo'lsak 31 emasmi? 31 mi? 165 chiqdi. Bundan ayirishimiz kerak nimani? 200 ga karrali sonlar. 200 ga karrali son 1 2 4 5 yanachi 6 emas, 7 emas, 8. 8 ga ham bo'lmadi. To'g'rimi? 10. 11 ga bo'linadimi? 12 ga bo'linadimi? Yo'q. Qo'ldan shu hammasi hisoblaymiz buni. 3 7 12 30 da yetishimiz. 135 mi? 235 mi? Tushunarlimi?